Trent Alexander-Arnoldni Real Madridning bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa jamoaga to'g'ri kelmaydi, himoyaviy o'yini past deb uni ketkizmoqchi bo'lyapti va hozir Trentga juda ham jiddiy qiziqish bildirayotgan klub ham bor. Keling hozir mana shunaqangi tezkor xabarlardan quruq qolmaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Biz sizlar bilan Trentning kelajagi haqida gaplashamiz. Unda boshladik do'stlar. Trent Alexander-Arnoldning Real Madriddagi kelajagi jiddiy savol ostida. Xabarlarga ko'ra bosh murabbiy Alvaro Arbeloa futbolchi bilan suhbatlashib, unga u endi jamoa rejalarining bir qismi emasligini va hujum hamda himoyadagi hissasi yetarli bo'lmayotganini aytgan. Shuningdek, klub manfaatlari uchun yozda ketish variantini ham ko'rib chiqishni so'ragan. Avvalroq Alexander-Arnold Realda o'ziga berilgan va'dalar bajarilmaganligi sababli baxtsiz ekani haqida xabarlar chiqqandi. Oyog'idagi 3 xil jarohat esa uning holatini yanada yomonlashtirdi. Ingliz futbolchisi Los Blancos tarkibida kelgandan beri 11 tagina o'yinda maydonga tushdi. Aynan mana shu vaziyat fonida Bavariya uni holatini diqqat bilan kuzatmoqda. München klubi o'ng qanot himoyasi pozitsiyasini kuchaytirmoqchi va Fidjajes xabariga ko'ra, Alexander-Arnoldning o'zi ham Germaniyaga ko'chib o'tishga qarshi emas. Biroq uning 2031-yilgacha amal qiladigan shartnomasi va yuqori maoshi bu transferni murakkablashtirmoqda. Shu sababli Trent Alexander-Arnold yozgi transferlar oynasining eng qiziqarli va muhokamali nomlaridan biriga aylanmoqda. Xo'sh do'stlar, sizningcha Trent Realda qolib o'zini tiklagani yaxshiroqmi yoki Bavariyada yangi imkoniyatdan foydalanganimi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Benim hayatım tutamadım ellerimden kaydı. Sigaraya başladığımda tam 2 liraydı. İlkokuldan kaçtığımda 6 yaşındaydım. Bir camide yattığım gün hava eksi 6. Bonfang'ın kasetini aldım ve ondan benden posterleri haktı. O zamanlar bende hayat belirtisi vardı.